o'ylamagan kim ertaklarda so'ylamagan kim Yüze kiren to'y muborak bo'lsin, kelin muborak bo'lsin. Rahmat. Aman bo'lak. Rahmat. Huzurni ko'rishlar. Hozir aytib o'tiribman, siz yo'q edingizda. Men yaxshi gaplar aytdim, gapirdimda, aytdim. Shu tinmay yurasiz dedim. Charchamaysiz dedim. 75 ga kirib ham bunday charchamaylik sababi dedim, mova yaxshi. Sizni shu mova mana shu tarbiyalab, yuvib, tarab, shu kunga yetirgan hammasiga siz sababsiz. Shuning uchun sizga katta rahmat. Nabaralarga ham, chevaralarga ham bosh bo'ling. Olingan? Yo'q, pul bermasin, faqat kredit bersin diye qo'ydik. 120 million kredit. Men qarang, sizga aytaymi? Hozir men sizga 120 million kredit bergizdiraman. Keyin 6 oydan keyin men kelasizdaginiki hokim bolam 120 million kredit oldi. 18%dan. 9 million pine chiqibdi. 6 oyda 9 million chiqadi. 1 yilda 18 million chiqadi. Buni kim qaytaradi deydi. Keyin ular boradi, uyingizga boradidagi narsalaringizni olib chiqib keta boshlaydi. Uyingni ber deydi. Keyin siz nima qilasiz? Men o'zim Siz rozimisiz? Ertaga 1 yildan keyin kreditni foizini asosiy qismini qaytara olmay qolsangiz, uyingizni sotib yuborib kreditni qaytarishga rozimisiz? yerimni ishlatsam, To'xtab turing, qo'y, yer ishlamay qolishi mumkin bu yer. Yoki bo'lmasam issiq bo'lib turib, hosil nobud bo'lishi mumkin, yo chigirtka bosib ketishi mumkin, yo boshqa kasallik bo'lishi mumkin. Yer ishlasa ham bir narsa bilan kuyib qolishi mumkin odam. Dehqonchilik shu. Shuning uchun u yog'i Xudodan deydi. Mana bu yerdan bir narsa kelib qoldi-daginiki, yo suv bosib ketdi, ko'llab ketdi, yo bolangiz shamollab qoldi, ishlayolmay qoldi. Bo'lmay qoldi, kredit qaytmay qoldi. Shunda uyingizni topshirishga tayyormisiz? Ana shu savolni o'zingizga bering, menga ham javobini. Shunda javob toping. Shuni tayyorman desangiz, bankka murojaat qiling. Ko'chada qolishga tayyor bo'lsangiz. Bo'lmasa borki, kreditga murojaat qilmang. Men sizga to'g'ri yo'l ko'rdim. Hozirgi masalangiz bo'yicha tomorqangizga suv chiqarib berishga, ishlatishga hammasiga ko'mak beriladi. Tushundingmi? Sen o'zing borgin shu yoqda yana bitta bor qanda, yana hokim bo'lib ishlagansan. Ana Ataqulov to'g'ri suvni 40 sotuq joyini suv to'g'rilab bergan. suv bor. Nima qilish kerak? Kreditni nimaga olmoqsiz? Faqat uni ko'tarish kerak. Yomg'ir alga soy bo'lib. Ataqulov to'g'risini shu buldurroq surib bir tekin yordam beringlar. Hozir kredit olib berasan, men aytayapman-ku. Tamam bo'ladi shu bilan. Hozirgi yurishi ham yo'q bo'lay. İçiniz kuyib ketadi. O'zi dehqon bo'lsa bolam ishlaydi. Fabrikada. Ertaga keldim, nimasi? Qanaqa dushman odamsiz o'zingizga? Men aytayapman, baraka topkir. Men aytayapman, suv xo'jaligining boshlig'i bilan boradi-da, katta buldozorlarni olib to'kishga, tomorqangizga shu kreditga ishlatadigan pulga biza yordam beramiz deyapman, to'g'ri. Ya'ni odam o'zi shunaqada o'zini borib cho'qqiraveradi, ko'rmaloqda bo'lib turadi. Kredit berishga tavsiya qilmayman, tushundingizmi? Ertaga ichingizda hali olov yoqsa ham ichingiz yorishmaydigan bo'lib qolasiz.